Birinchi navbatda biz Play Market orqali Grubble deb axtaramiz. Ushbu dastur chiqib keladi. Ushbu dasturni o'rnatamiz. Ozgincha vaqt o'tgandan so'ng bu dasturni telefonimizga ustanovka bo'ladi va ochamiz. Va bu yerdan Start tugmasini bosamiz, pastda turgan. Bu yerga xohlagan soningiz yozsangiz bo'ladi. To'g'risi inglizchani tushunmagan uchun xohlagan sonimni yozib qo'ydim. Va bu yerda yo'nalishingiz mos har xil jonli fonlar tanlasangiz bo'ladi. Masalan, har xil aralash. Bu chetida free turgani, ya'ni bepul. Hozir qanaqa bepul va pulli haqida, pulli obunalar haqida aytib o'taman. Marvelning qahramonlarini kimligini bilmayman, lekin internetda rosa moda bo'lgan bu fon. Ushbu fon o'rnadi. Bir token ustiga bosamiz, OK. Va fonga rasm o'rnatishni bosamiz. Qimirlashini ko'ryapsiz o'zim. Telefonni yo'q qo'ydim. Letter va o'rtadan bosib chiqib mana ko'ramiz. Jonli fon. Endi boshqa qahramonlarni ham qo'yib ko'ramiz. Masalan, kimni tanlasak bo'ladi? O'rgamchi odam, Joker, Batman, Deadpool, Tony Stark, masalan, Hulk qo'yib ko'ramiz. OK'ni bosamiz, tepadagi kalit bosamiz, ya'ni pastda mana Hulk booster detayidagi kalitni bosamiz. Va pastda downloading yuklanyapti. Yuklandi va bir token bosamiz. OK. OK, letter qilamiz. Va bu yerda mana juda fonimiz. Endi sizlar bilan pullik. Ya'ni kalitimiz tugab qolsa, qanaqa olishni o'rganamiz. Masalan, 5 ta reklama ko'rsak, bizga bir qulf, ya'ni kalit beradi, bitta kalit beradi. 5 ta reklama ko'ryapmiz hozir. Videoni tezlashtirib oldim men. Mana 5 ta video ko'rib bo'lganimizdan so'ng bizga bitta kalit berdi. Bu yerdan bitta Facebook do'stlaringizga ulashib bitta qulf kalit olsam bo'ladi.